kapılıp olmasam bu günden ne çaratlandı. Şıkalı beni hatırcam kınmaysan babalam. Loyeler üzülmeydi akıl yerilir. Öylese olmasa. Senlik yok. Mende Kölüp git gene. Kanatlansa arzuyum yetsen nişanlarımda. Memnun bulup dadam apam hatırcam bolsa. Rahmet kızım, rahmet. Bolsam deymen yaxşı ülge inilirim var. Hem bu bana sizdek oynasa değil mi kızım? Her üstüne mihir bilen sügüde. Güllendirip ecir mihnette. Üzülmüşsün halimizin hoşa gülkine. Bu ailege karam. Talant sizde. Isil tem, abide alma ve limon temlik soda suyu. Bile yürüşlük kolaylık ügürüsü. Nemenin təmi bu? Nemenin təbi olat xoşnam, eməknin sütü, xotanның yanıqı, yəkənnin badımı, küçənin örük meğizinin həmmini arlaşdırğanның təbi. Assalamu alaykum, xoşnam, nemi qılıvatıdılar? Selidək bir çay itəydə. Onu bununu da etken. Meğizlik vereyim ha? Təmi silgi xili yaqandek, bunu atayda silgi kirgen. Əsli bazarın ağın təmkəndə. İxlas bilen işlengen meğizlik ferimanın təmi. İxlas şirketinin kuzuru məhsulatı meğizlik ferimaları. Selamı çayna pekillah. Bu nazar, başka nazar. Marksıga İstanbul yazar. Hiç yok. Nazar çayını kanıttım. Nazar segizleri. bilan yo'qlashmoqda bo'ldik. Chunki Darna buvoqlar zaksi Kuyimchan analarni tanlashi. Kuyimchan analardan tatlı buvoqlar so'g'a Darna buvoqlar zaksi. Samaverim bulsidi, çayları qaynab tursidi, bir piyale işkice, yayrım oynab tursidi. Assalamu alaykum. Bir piyale çay işkice, yayrım oynab tursidi degan shu da. Qadrafon sizlar çay ishkichi o'ynab turadigan ish yo'q. Choyni birga ishkili keldik. Voy, hamra choylari, birga ichayli, samovarlari bo'lsa-da. Samaver degandek o'xshab ketdi choylarim. Qonmas men hamroh choylar. Huzurliq ishchi choy hamroh, kunda bizga hamroh. Bizga oziq to'liqlab sog'lom o'sib yetishiga asos soladi. Endi bo'ldi qilsa bo'lamiki? Haras, Kamran buvoqlar quvvat qilmoqlari-chi mukofotmi ba? Kamran buvoqlar bulmaqi. Diyarımız içimlik sahasida öz aldığı Abide soda suyu, meyve şerbeti işlep pazar sağan karxana Abide Biopentexnik çekti şirketi bu aylık qaran komediyalik çatma televiziya teatrını alayda qo'llagan. Yıllardan beri xalqimizning yaqtirib tanlashiga erishib kelayotgan jo'shqin va ko'taranki ro'yi holatning namoyandasi Malaysiya B2 quvvat ichimligi bu filmni alayda talab qildi. Dadam bana öz nefsin için plan edip akıbetini oylaşırsan bırakla veyran bolsa degan. Bu gapning ma'nosini men cho'g'am tushunishim mumkin. Do'stim ko'p bo'lsin desang, hammaga do'stona bo'l. Shundala haqiqiy do'sting ko'paydi. Ota-bobolarimiz yo'l qo'yish degan ibonni bekor etmagan. O'zingnikini rastlab joyli qilaversang, o'zing emas, boshqalarni ozoq tutar qilsa. Ana bir ulug' maktab. Atrofliq tarbiyalangan, yetilgan bir onni barliqqa keltirguning, hayotiy kuch urg'ib turgan bir millatni barliqqa keltirguning. Ana güzel bir bog'cha. Uni obdan parvish qilib, vaqtida sug'arsang, uning yaproqlarining soyasi hammaga yetadi. Ana ustozlarning eng ulug' ustozi. Sen uning iznalarini hatto ufuqdimi ko'ra olaysan. Niyeting durust bo'lsa, hamma narsa oltin. Taqdiring niyetingning qandoqligiga bog'liq. Acaba çıksak çırak.
Bu şundigina afkam. Qanchadan uy o'g'ir kirganda? Shundigina. Ya apa? Apa, anladingizmi? Ne? Cho'ng'ish chiqdi, cho'ng'ish. Olama cho'ng'ish chiqdi. Hozir mana yandagi qo'lida. Nima soqchi mashinasi? Taladimi? Ha, odamlar to'plashib ketibdi. Müşedmi? Bizga qo'g'ab kira oldiqmi uyga? Nemish chiqdi? Olama cho'ng'ish chiqdi. Ay shu demam sen bana nemish chiqdi adam ansratmay. Ya Allah, acaba ansiz. Ya yandagi qo'lga o'g'ir kiribdi, o'g'ri. O'g'ir kiribdi? Ha, yonishga ma'lum bir uyga o'g'ri kiribdi, o'g'ri. Arslan, öpkansal besib degin-a balam. Men de biraz mashinani birsini besibetga o'xshaydi debdimi? Kimni o'yiga kiribdi? Qachon kiribdi o'g'ri? Tungi akşam. Tungi kech. Akşam. Ha. Tutarabdimi o'g'rini? Ha, uni bizim bilmiz qanday. Bizim shu o'g'rini qo'qab uylanib chiqdik. Mərdim hazır saqchilar? Ha, pasta chuglab turadi. Nemisini ichib ketganda o'g'lini? Bizim bilmiz. Oltinchi tuqdan ichib ketganmidi u? Pulni chiqdi-da. To'g'ri. Opa, shu men yo'lda yurib gilima qurib ketdi. Choy ich. Bo'ldi. Nimani bo'ldi men? Bir demdimda bir ish deganda sen o'pkisini besibroq gap qildi jum bolam. Shu gap besib oldi. Qaramga. Nima bo'ldi ki debdimi? Tuta olganmidi, endi qanday qilgandi? Kimni o'yiga kirgandi u? Ne işin Voy, dada o'g'ir kiribdi, o'g'ri. O'g'ir kiribdi. Bak bize oy kırptı mı? Yandagi qo'raga, hozircha yandagi qo'rada liqqina soqchi mashina do'li ketdi. Ha. Bunda olsa bizim kirip çıkışsa dikkat kılsak olur Rast. Ura. Bu məlni xeyli bir tinch olmamışken desem, buyagim o'g'ir kirgan bo'lsa, Var özden kırgensler bana bana. Bunlar ki kirip çıkan vaxtda ama şimdi biz yok vaxtda amal var işkinden durup tolgap getirip onu bulam da. Yo'q da, o'g'irchi alamat yomon-ku. Ha. O'g'irchi oshidanning uyiga kirib, asta ketdi. Ovoz chiqmay. Ha, dada, yeni qadam bog'i uyda oldiqdan hamma ilinib, aniq ishini chiroq yeb qo'yib qochib ketibdi. Uyda adam bormikan-ku? Balam. O öğünün içinde uflavatkanı Adem mi ki ya dev mi ki? Aşınçılar bir adam kirip çıkardıkça hiç mi duyma uflattı mı? O'g'irchi hele qo'lini oldiga berib, doğru ıslab qo'ysa, qo'li o'zidan ijilib ekan. Voy, aka xato deb qo'ydi. U odam bog'i ishni oldi kelib bo'g'cha, qo'lib qaras ichilib bo'ldi. Ha balam. Bu Xudislash o'g'ir kirgan uyda ikkalala badakli so'zlab ketdinglar. Onun üstüne nemancha mubolag'a qilsa, kep bo'g'ch qilib ichilib ketgan, tarasi ichilib ketgan deb. Shu, bu ashunda oshirib o'tadi-ku. Siz o'z ko'zingizga ko'rdingizmi? Ha? Voy, biz o'z balam, hozir ma'vu o'z ko'zi bilan ko'rmay turib, quloq anglagan gap so'zlarga ancha bir ishilib ketishga bo'lmaydi, juma. Onun üstüne unchilar tugmidek ishni tugida qilib yo'g'natganning foydasi yo'q. Hozirmish bo'layotgan ishlarning hammasi shu, u quloqdan bu quloqqa olinib, bu quloqdan u quloqqa olinib, shundan yo'g'nab, domlab, o'zi ish tepayotganlar az emas. Bunda gap so'zlarga ang yaxshi kichik qo'ygandikingiz aralashmanglar, ha? Neymiş o ketdi debdi men taxi. Bakın asman chiqib yezilmaygan sen. Mayli, osma o'rilib tushgandek. Bugun nima etsin? Tamoq. Nima tamoq? Yeydigan tamoq. Ha, bo'pti, amis men kirib tashrig'imni ishtay. Ha? Men shu. Hadi ketamiz. Kiyimlarini almashtirib, Ha, bo'ldi. Ay, Didoriyat uya taqtib jumjumi men xabarni. Ha, ma'qul. Ha, ma'qul. Ay, Arslan achang chaqirata o'g'lim. Ha, ma'qul. Tushsin miyaga. Aka,
Biz bugün to'g'riliq olgan gaplar rostmidi? Men Jofkam. Chuqum, rost. Lekin opam da ham yolg'on deydi-ku. Ufkam, shamol chiqmasa, daraxt mingishmaydi. O'g'ri bo'lmasa, boshqalarni bunda gap demaydi. To'g'rimi? Lekin shu opam da shunda deydi-ku. Shu opamdan bu ishqa sal qaratdi. Sen unutib qoldingmi? Oldin sizlar bizning o'g'ir kirgan ishni, bizga to'ydimay narsani ichib ketgandi, o'g'ir degan cho'qira. Pul emas, xeridik. Fikam. Bu ishlarni sana desam, tushim buzildi. Senga tushim payza deb qolgan. Hikoyalar aytib beray. Burun qilamu balalarga, ufqillarga hikayeler aytib berdi-ku, uxlash oldilar. To'g'ri. Akuza salaytimda sana hikoya aytib beray. O'tdanlar. Qulqin tinch tutib ol, Burun bunusda. Hozir o'g'irladim yomon. Kipen o'g'risi deb o'g'irlab olgan. Kipen o'g'risi? Kipen o'g'risi qanday o'g'ri? Kipen o'g'risi degan o'g'ri. Mush maxsus zarat qilani, qo'lab ishak narsani olgan o'g'ri. To'g'rimi? O'g'ri degancha mush maxsusligi ashkuz baylar. Mush o'lgandan keyin butun mol dunyolarni tankunmaydi o'zlar. Shunlashqa kipen o'g'rilari paydo bo'lgan. Amma bir kuni bir kipen o'g'risi bir zaratgarlikqa ko'z yumib qopti. Birisini qo'llayotganda bir odam ko'rib qopti. Lekin endi eshitdim yo'q ekan. Yana lekin unutdi. Sap oltinga sap. Ig'ir degina olmasin baka. O'g'ri qo'shilib, herlab uyga ketibdi. Ash uyga ketgan kuni tushi buzilibdi, qor besibdi. Emas bir narsam tushib qolibdi. Davomli oshda tushavergandan keyin o'g'ri chidayolmay men bu ne balduroq siditib balduroq bayolay debdi. O'g'ri u putni bachlab siditibdi. Taza bayolib payza uylarda o'tirgan kuni bir kuni bilinmaydim xulosa tak 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 degan ovoz chiqibdi. U odam xato tuyg'umiki deb qarab baqsa eshitdim yo'q, ovoz yo'q. Yana bir davom etgan ekan. Tak 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 ovoz chiqibdi. U odam da titrabdi, tavisibdi. Tak 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 tak. Odam astag'firullah ichki chipdi. Lekin hech kim yo'q. Meni xato tuyg'umga hamda uxlay deb kirib yotsa yana tak 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 ovoz chiqibdi. U odam chiroq yondirsa chiroq yonmabdi. U odam qo'rqibdi. Endi qanday qilaman debdi. Yana tak 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 ovoz chiqibdi. Birdamdan keyin ovoz chiqmabdi. U odam xotirjam yotganda putamni aka, putamni aka, putamni aka, putamni aka, putamni aka. Oye, ben kesin sen. Endi yaxshi uxla. Endi tush
Düşün buzulmaydı. Yaxşı gep. Tutanı bir tutsa, nege çakama ha? Men yok de. Hayırlı gel. Yaxşı gep. Sakin. Aka oku aka. Canım aka. 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 Ya aka. Aka. Canım aka kork be. Aka. Yağmur ama. Yağmur ama. Şşş. Şşş. Ok. Oğlum. Kan oğlum. Kan oğlum. Şükür pasta oğla. Pes oğlum lan. Pasta oğla. İşte kama kama. Dağılım ya. Tarafı tutku. Aa şu. Kanaklı ben. Kanda kalmış. Oy ben bilemem. Şşş. Bu yüzden ben. Bulmasa ablamdan oğut bakalım ya. Abam da alamam. Oha. Meyli. Tuğaz kınak. Ya şunu değil mi? Okula kesasta. Nerede? Ya. Oy ya. Oy ya. Sen. Kanaklı ben. Kam sen oğlum ha? Sen oğlum esma? Fukan. Oğlum alırken öyle oğul kız karab tanıdı ha? Ya. Oy kanaklı. Oy toktat bırak. Hocam. Kanıyor. Çırayını görürsen ne oldu? Sakçım ben sapatçım. Tutma. Asla hareket kılma. Asla. Asla. Başkanıymış Kotse. Bunlar. Vay canım. Sevgili Kotse. Vay sana. Kitap bağıl çıkan. Oğurda çırak yanıma ise sana. Şu an sana. Vaka mı? Ben hazır çırağın içedi. Matrakın o zaman bu. Nime uxlaşmak için neymiş Kotse? Sen nime vurursa? Şu sen neymiş Kotse? Bana çıkıp uykunu uxlaşa. Bana. Bak kapaklar. Bir tane çıkar. Adamın açtan korktum sizler. Açtan vurursa. Allah'ım benim kadar çok. Ay. Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
Neymiş kılbatsın yere geçer varam turu kılacak. Çelik attınız, çelik attınız. Kitap görüyorsunuz? Balam siz kitap görüyorsunuz, toplum ölçüp karanlıkta görüyorsunuz. Siz de görüyorsunuz yanımda. Size taşkılar dağıdın mı ya? Hey, başkanım çıkış batsı bir de. Çelik attınız. Çelik Dada. Siz ne iş kılbatsın be? Ben neymiş kıldım? Ne bu kara kuşlarımda kurkum geçip tursuz bir de. Boyam şu. Dada kilo. Ulan bu yerim keçidi mi çeni kanda? Ya, dada kilo oturma. Bir gel bak. Qara aslında manda işte. Qanday işte? Bugun meni tushimga o'g'ri kiribdi. Bizni uyga. Uningdek. O'g'ri tushing kiribdimi yo uy kiribdimi? Bugun meni tushimga akam bilan hech kim ketgan uyga o'g'ri kiribdi. U o'g'ri ay ishkobni og'tirib, pullarni elib, sandiqlarni qochilab, opamni zibzinatlarini qochilab, taraqtirib, sharaq-shuruq qilib, men cho'shib o'xtatdi. Uningki o'ngimni qarasam, yamashda ovoz baturdi. Shuning bilan voy Allah kallam, mush bizni uyga o'g'ri kiribdi-da, deb uningki shu akam o'g'atdim. Aka o'g'ri ekan deb akamni beshig'i men itib baqdim. Akam yo'bi o'g'anmaydi. Oxirida qat'iy amal olmay, ash yelimizga bir stakan quloqcha ekan. Uningki akamni turkidim. Uningki akam oxiri qopdi. Sen bana tükürüp oğ attın mı? Ya ben sana zıdırım koymayın. Stakanki çayını sen turkidim. Vay. Şunlaşqa digine. Men tek düşündük yamğı öyünün tuğrusunu öte bizden etapla yeğatqa oqşaydı deptime. Munda qışım. İlğar oğur geldi, oğur kiripti dep adamı qo'rqitib. İlğar qo'rqib turib, aka, uyga oğur kiripti degandikin. Mening akakligim tutib, menga fikam. Pes küçük oğurni urib, jo'ndab soqchiga tutib beramiz desam, aka, men qo'rqayman. Aka o'zing tusha, deydi. Voy mana, nerede erkek çıkmıştı? Fikam, yotqanincha kirib olgan menmi, senmi, ha? Voy u o'g'ri emas, men. Senin chiroq yondirmaysa. Shu. Voy shu yerim kechida uyg'onlikda faqat uxlayolmayman, birdan kitob ko'ray degan. Ishkobim qarsam kitobim yo'q. Opamni olib kutubxonaga kirib qo'ydimki deb kitobni izdiga tushgandim. Shu kitobni olib chiqsam, voy mushuksi hammani qilgan o'g'rirdek tumsuqlab yurib, damni qo'rqitib. Chiroq yondirsa olmamdi. Shu. Bika dema. Shu bika. 100 dirhimga kitob yeb oldim-da. Kimsini yerim kechida uxlamay tumsuqlab yursin degan, xo'p bo'pti. Sen emasmi? Sizlardi u? Menimi qo'rqitib. Mahramlar balam. Men ma ishqiliq net chiqatim dedim, ha? Ma qo'rqinchli kino ko'rmanglar. Ha? Uningdan jinning, alvasning hikoyalarini aytishib bir-biringni qo'rqatmanglar deb net chiqatim dedim. Bunda qilsanglar, ma senga ham cho'ngib qoldim, ukamning o'z bitishiga buni daxl soladi. Bunda kinoni az ko'ranglar deb net chiqatim dedim. Shu mafkamni qarabasqan shu. Sizin bilan bir yerim kechida kitob ko'raman demay, ham kitob ko'rganingiz go yaxshi. Endi maktab bitirish imtihonimizmi az qoldi-ku bilan, ha? Ma o'zingizni asrang, bilamda? Ammo İnsanlar maktab mo'yimjimi shadiye. Nemi varang turang ketibdimi men? Chiyqirab adamdan jinni oldingmi qo'bilam, ya Allah. Bir aramchilik yo'qmi bu odamga? Bo'ldi. Bas soatim 1ga beribdi. Qo'yib aramayinglar. Menlar. Maktab borasizlar, Xjan? Siz maktab ishlaysiz, siz qo'ping. Voy. Nemi ish olib ketdik deyman men taxir. Ya Allah. Bu bolalarga hammadan shu. Yo'q. Ovar turtunuga oqsham. Hey bu ishqalam qiziqgansizlar. Pastiki dadamdi yo opamdi yo ochamdi deb qo'ysanglar bo'ldi-ku. Men kitobni aron topib chiqsam, shapini anglab unga sizlarga qarg'an. O'zing xatolik qo'y. Nada men xatolik qildim? Shu. Chiroq yondirsa unda ishim bo'lmaydi, yo'qdingmi? Men sizlarga davotman-ku, men shap anglab qardim-da. Bizlar qanchalar qo'rqib ketganligimizni sen bilamsan? Men sen davotman, yo'qdingmi? Balam, men tamoq yeyotganda chin gap qilishning o'zi bir madaniyatsizlik, safatsizlik, ha? Tamoq yeyotganda ommaviy o'rinda boshroq gap qilsizlar. Angladingmi? Hey, ya Allah.
Endi boş gap qilmasam sen ağzında yelli chiqib turgan sening gaping anglashim biz qulqimizni ağzыңga yig'ishimiz kerakmi? Ma'qul dada deb jim o'tirib hisoblamamda Tamam, aql tamam. gap qilish kerakmi Arslan? Ana tamqani yana. Tamam vaqtida og'iz ochildi bo'lib bo'ladi. Ya'ni shu oqshom qishda muzokaralashyapti bular. Sen bakalım bak. Oldu. Qildi Marsa. Maqrana bo'lam. Oqshom ishqilniki bir shapini olib, mush qorong'uda qo'rqmaymish uyga tushar inshaalloh o'zi o'g'il bolaga xos bir shu. Resmi bir erkakka loyiq shotdi. Shunaqmi? To'g'ri. Herhalde qo'rq. Beshig'ini yotqandan chiqib qolib yotgan bo'lsam nima deyapti? Rasta. Uyalar xil bo'ldi Arslandan bo'lsa. Açan aldığımı geç vakti telefon oynamay, kompüter oynamay, bana keç op kesimi kitap görüş için kitapxonaga kirib, aşağıda material izliginin özümü takdirlashga tegishli bir ish. Her ish qilganda xatolik yo'q bo'laman. Kitap qo'ymayman. Aylanay. Yalla. Jon, chiqirib menim zot qo'rqitib jinimni oldi bular. Putqo'lim jon qamidi, bo'ldi gapimga deyishmaydi-ku. Hozir o'ylasam bir xillajmi? Nodras o'g'irib turib qolgan bo'lsa. Balam bo'ldi. Xudoim chaqtirganlar. Shunday bo'laman. Herhalde bu ikisini qilish jurayli cho'ng'ig'iga maqal qo'shib qoldim. Muzaffar apandan bir qo'lliq tarbiyalayapsa bularni. Saniya xonim nomi topsa oz emas. Yo'q, buni odim Muzaffar apandimdan ko'proq deyish. Ağrı. Ayni minutda. İlahi tamam. Ateş, rast gap qilamiz ada. Rast gap qilanglar. Adaş aytgandan bir rast gap qilinglar desam men yolg'on gap qilmadim-ku bu sizlar. Adaş uni desam, buni deysizlar. Buni desam, uni deysizlar. Zodi bu kirdimi ha? Demen deysizlar adaş men rast gapingni faqat tushunamadim. Bu adaş bak o'g'ri kirdimi deyaptim ha? O'g'ri? Nega? Bak qo'shnining uyiga o'g'ri kirib turqa. Qo'shningiz uyga? Men shu o'g'ri kirib deb anladim, shunda. Ma adaş seni uqmagan bilan ma seni yengmalik xabar, seni bizning ko'nimali yetib bordi deyman. Shu yerni anlab siz kirishingiz. Adaş ma qo'shni degan urfqanni charvolab ketdi. O'zinglar bilasizlar. Shundoq. Bak ansirdim Jumayma. Rahmat adaş, rahmat. Şunu bilan anlab barkan. Guldir qaras qursay. Ishlarida guldir. Gul. Keldim adaş. Adaş, uy deganning va. Mana meni misol aytsanlar adaş. İşlerizning hammasiga to'mirdigin rishat qilyaptim, to'mirdim. Yaxshi qilibsizlar. Har birisi orliq 5 santidan, tushqach aram tashpatidan. O'zingni chim tut, qo'shdan o'g'ritma degan Bunda gapdan mana. Ammalga adash, amma silama bor. O'sha sirtqa jir chiqadi odam. Uyning ishini aytib uftulama. Meni bolalarga shuni deb turma. Eshik derizini vaqtida itangni bolam. Uch qo'ymanglar. Bo'lmaydi dedim. Endi hammamizning uyimizda o'zimizga loyiq bir ish bormi yo'qmi? Albatta bor. Siznikida ilm bor. Shundaymi ya? So'nggi ishdan qoliblar shunda yaxshi chin qili. Adash, shu davosin bor. Hozir ma texnikasi yomon bo'lib ketdi. O'g'ri degan bo'lancha. Yuzi qiyin. Mush kimlikdamdi, kartidamdi. Shunda mina qilib yechidirgan emasmi ishni? Shavimsa qo'ymaydi juma adash. Sezgulib o'tkazib cho'qim to'lg'ib o'tish kerak. Mana vallahi damasha taqilib bo'lsa, to'lg'ib itib, jup. Nav yaxshi. O'zingni mahkam tut, qo'shningni o'rtitma degan bor. Shunda. Endi qaranglar. Mushu men sening mushu oilaning bexatarligini o'ylab, menda o'ylab qoldim adash. Sen bir nima qilsam bo'lganman. Nima qilasiz adash? Ish. Adash, men uyni boqadigan ishda gapiray. Qanda? Men mushu uyimning ishida ish vaqamdimi? Ya uyda vaqmaysiz, ishni oldiga bog'lab qo'ysa. Adash, endi bu ya bir yezi yeri emas. Ham bu shaharning o'ttirsida o'tiratimiz, endi bu yak ittifoqlab qo'ysak, qavoq qolsa qo'lim qo'shlarning aramilishga daxl etib qoladi adash. Uning ustiga bu ittifoq ishlama bir mo'ja rasmiyatlar bor adash. Uni cho'qim oyda bir qatim tekshirib turish kerak. Uning ancha-munchaliqqa vaksina soldirib turish kerak. Uzoq bo'lmaydi. Uni ancha-muncha yuvib turish kerak. U Pokistonimiz kasal yo'q deymanida. Shu bak avarishlik shu. Adash, uning ustiga bor. Men sizlik ekib berdi ishdan bor. O'zimning emas. Og'inlarimga deb qo'ymay shappa ekiladi. Ay Germaniyani qaranglar. To'kkiz chachapdi. Qilaqlar ding.
Karamet işte ava. Hem de sırıga yakımda kulakları dır. Kalası salılan işte ekip pesek bakılmayızlar. Kulağını kesip etken ekip verme. Kanda? Adaş bu kulağını kesip etken iştege şu talasaldığa işte dur. Şun olmaştırıp koydum. Bunun da mı hayranlı var girer sana ha? Hey. Emzi var o, sırıga talasamaydıgan ekip. Ya, rahmet. Ben işte lan, onun sıkı ballarım küçük. Bu işte bekmişsek taz yaxşı olmaydı. Rahmet. Adaş, ma sile andamada hizmet bilen üye ketisiler. Ma ballarınla küçük. Hanım hizmetin keşrek kapkaldan külür oldu. Ma öyünü bakıdığanı bir bomuz kanda onu deyme. Adaş hazır bir iştime kız çıkıp aldım, bir iştime tesirek mi gideyim ona. Onun kim gecek keygüzümüz takı bommuğan, paypak keygüzümüz takı bommuğan. Onu künde tarap, onu sadraş kalıda yastırıp. Bekişte var, onu size ensep gitmişsinin bolu da. Tüm bilen var, iş bir kan navat da çelip bəsanla. İsteyenle bu. Şırdık işte ulap gitti daha şu an. Neymiş konu navat tuğum kan şeker verimse da? Kökenli koku demez mi? Bunu da mı? Ya, baldı. Hem de elimi yakşı künde halı etip bırakın işte kıdemedi anla adaş. Ne hemen bakmayı, rahmet. Ağacı oturma. İlhanla. Adaş, ma bizim sak demez da. Vay, bu sile inanırsan mı? Bütün inanırlar şeyler. Teti bakayım. Tetan lan. Acayip bizim kına bak. Yanlı. Kana, akı duralım. Aras. Ma yeni çıkan kana. Ma bak kızıl neşbit kana. Ya bakalım bana. Adaş, andavası var mı? Andavası işte sonra bakmasan lan. Ya işte anne hemen bakmaya adaş. Bakmağına. Andavası sıra çoğa. Bu işinin aldığı lakin. Edemini küstüp durduğun. Elik pil kamerada bir bak. Şurandı mı işte unutup koymamızlar. Kasır küstüş aparatı var. Küstüş aparatı. Ya onu kımısak ama bizim koronanki küstüş aparatları, onu amallı saklaş xadimlerimiz şunda yaxşı. Yaxşı mı? Bu keç gündüz bizi qoğday onu da xatırcan biz. Ama yerimizde qoşulunki tazı bexatarlik eserleri to'g'ri emasmi, to'liq emasmi şunu kirga olsun. Yalvarma neyim mi hava? Qanda? Bu işini mi uçuk yapıp gitemden bir ya? Ya endi belkim ya bir aldıra işi vardı ya unutup kalgandı o. Ya bir iş yapıp kalgan bas şunga unutup kalıp ketken. Ya kancım iş olsun endi adayı bir apla deyme. Tarafsız işleri gibi takıp mağmam darkında iş olsun. Şunda mı ya? Doğru adamın kalısı. Hoşusun uydu patok benim çıkmadı üzün uydum şuna çıkıp gidelim daha. Şunda mı ya aday ya? Doğru. Çaylama. Koş. Menze mışın oldu bek ensirdim adaş. Bek ensirdim cuma zaten. Adaş ensirip kepsler rahmet. O aday bu hulum hoşnut deganning muhabbeti nayet üçün kurulu diken adaş. Şunda. Adaş. Oy, çekme gel atı ya. İlhan. Alayım. Ha. Esselamu aleyküm. Ha? Oy! Kaçan! Hazır mı? Neymiş olap da? Hey! Vay işkizelliği mi kapıttık hava? Ha? Hey! Ay yatakla gelemezse kalkın hava! Kancılık vasıyım şimdi hadi pıltı mı? Estağfurullah! Mako! Hadi verme tutma! Adaş ma çatak kulapta. Direkt şoktu mu? Bak neymiş öyle adaş? Aldırıp benim ayağını geldim ben işini uçukla benim yaptım lan. Ma oğluna havri sirkeyip küzüp bakacağım. Oğlum bizden öyle sirkeyip demez mi? İş uçuk oğlan diken. Sizin öyle uğur kırptı mı? Şunda olup da. Kaçan? Hazır adaş hazır. Hazırın özü sizin öyle uğur kırptı mı? Şunda olup da. Adaş bir iştirak koymagan mı? Kaçak yaptıkım sizde. Ya hem de ben deyme bayatın özü almışlar. Şet kılmış 5 santimetre aralıkta geldik. Şivim mi kremmeye derstanlar? Adaş. Ben bir saksıya bir malum kılay. Bak bu tane. Bak. Ya adaş ben bana adaş. Ya ben yardımcı var. Yok adaş. Ben bir bana adaş. Hazır mı amca lan? Köşne adaş be. Adaş bak kandak şosan ben. Degan daftarga bir qatim xat yozib qo'ygandim. Nemishqa daftarimga xat yozsa men voqea deb obdan bo'ldi. Men sizga nayadi voqea deb? Oppa. Voycan! Voy! Kim o ben uğanı deb chiqdiydi voycan! Voy! Kim o de? Salak
Bu kim? Ha, bu Yusuf Kasacı boğumuz. Yusuf Kasacı? Ha, Yusuf Kasacı degan kim? o'sha dem shu. Maqram, men biraz izoh qildim qizim. Men sal turib bunga savollaringiz javob beray, ha? Ben okup baksam bulamda. Biz jim o'tirib o'qing, ha?